Nurg'un kishilar Adon döt deydi. Ammo Adonninki Jugolian o'lgandan keyingi Jugolianning huquqini bartaraf qilish usuli qaraydigan bo'lsangiz, uning döt emasligini his qilib qolasiz. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Lyubey o'lib ketgandan keyin Ado podshoh bo'ldi. Jugolian bosh vazir bo'lib, Adoni yetaklab, nurg'un urushlarni qildi. Endi shu vaqtda asosli huquq Jugolianning qo'lida. Urush qilish, tadbir belgilash hamma ishlarni Jugolian bir qo'lliq qiladi. Shu sababdan Adomi u ishlarga aralashmaydi. Ammo Jugolian o'lib ketgandan keyin Jugolianning o'rniga, ya'ni bosh vazirlik o'rniga yana bir odamni qo'yish kerak. Ammo bunday odamdan birini qo'yib qo'ysa, demak Adoninki murisiga menib oldigan, Adoni boshqaradigan yana bir odam paydo bo'lishi mumkin. Shunga Ado dal mushundaq odamning paydo bo'lib qolish uchun, saqlanish uchun bundaq bir amalni o'ylab topdi. Ya'ni u Jugolianninki huquqini, nom sharafini eng yuqori holatga ko'tardi. Uni avliyo darajasiga ko'tarib, uning uchun maxsus ravoq soladi. Uni tarixdan buyon va tarixdan keyin uning o'rnini hech kim bosolmaydigan bir kishi nomida ta'riflaydi. Shuning bilan asldagi Jugolianning o'rniga chiqishni o'ylashayotgan, bosh vazir bo'lishni o'ylashayotgan kishilar asta-asta bu niyatidan yanadi, o'zining uyiga chiqolmaydiganligini his qiladi. Bosh vazirlik o'rni asta-asta qurib qolgandan keyin asosiy huquq Adoning qo'liga o'tadi. Haqiqiy podshohlik huquqi Adoning Jugolian o'lgandan keyin boshlanadi. Demak, bu uch podshohlikdagi Adoning nihoyat ustulik bilan huquqni qaytarib kelish usuli. Mushunga o'xshash boshqarish, iglik tiklash, jahondorchilik, hamkorlikqa oid javhar mazmunlarni men uch podshohlik va hozirgi korxonchilikqa bog'lab turib, nihoyat sistemlik unidor dars qilib, unidor to'pda so'zlashni o'ylashyapman. Agar sizmi mushuni anglab boqay deb qolsangiz, ayrim xodam uchur qiling, men to'p sizni qo'shib qo'yaman.